Amerikada bir kun ishlagan pullarga qanaqa bozorlik qilish mumkin? Kelinglar bugun shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda go'shtlardan boshlayman. Olgan narsam bu baliq bo'ldi. 2 kiloga yaqin ichida tunes balig'i bor. Bunaqangi lahm baliq. Keyingisi bu tovuq go'shti bo'ldi. Bu 2 kiloga yaqin ekan. Tovuq grutkasini o'zi. Bu qo'y go'shtidan qiyma, yog', bu 4-7 litr ekan. Banan yaxshi ko'radiganlar bor. Shunaqangi qo'ziqorinli. Men eng yoqtiradigan narsalardan bittasi bu tuzlangan bodring, ya'ni tuzlangan mahsulotlarni juda ham yoqtiraman. Nuggets deyiladi, ya'ni tovuq go'shti, KFC ni faqatgina suyaksiz qismi. Buni ham qovurib ham olasizlar bo'ladi. Hammasi halol sertifikatga ega. Albatta busiz menimcha ovqat bo'lmasa kerak. Limonlar va bunaqangi narsa oldim. Ichida limon, asal va zanjabil deyiladi, imbir bor. Ko'katlar, pomidor. O'zbekimizda nonsiz ketmasa kerak ovqatlar. Bolgarskiy, piyoz, kurka go'shti, sabzi, protein sheyklabotdi, ya'ni sutdan qilingan, protein aralashtirilgan. Xullas, umumiy olgan narsalarim narxi $236 bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Bir kun ishlagan pullarga shuncha narsa olish arziydimi yoki arzimaydimi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar.